Assalomu alaykum barchaga. Bugun Nodirbek Ismoilov milliy sertifikat to'plamidan 24-variantni yechim qilishni boshlaymiz. Demak, DNK fragmenti 160 timin nukleosidi mavjud debdi. Demak, timin nukleosidi bor ekan 160 va biz timinni havoyi x deb belgilab olaman. Demak, timin bu 160 ekan. Demak, x teng 160 deb olsam ham bo'ladi. Shu DNK asosida sintezlangan oqsildagi peptid bog'lar soni adenin va timin bog'lari orasidagi vodorod bog'lar soni 180 bittaga kam. Demak, buni nima qilishim kerak? 2x adenin va timin vodorod bog'laridan kam ekan, shu DNKdan sintezlangan oqsil tarkibidagi peptid bog', ya'ni x plus y, ya'ni bitta zanjirda x plus y bo'ladi. Va undan 3 marta kam bo'ladi oqsil va peptid bog'lar esa -1 bitta kam bo'ladi va bu teng ekan 181 ga. Demak, biz bu ifodani ishlaydigan bo'lsak, bizda x imiz teng bo'ladi 160 ga, y imiz teng bo'ladi 260 ga. Y 260 ga teng bo'ladi. Demak, endi shu joyda men A bandga yechim qilishim mumkin. A bandda DNK tarkibidagi umumiy vodorod bog'lar soni qancha? DNKdagi umumiy vodorod bog'lar sonini topishim uchun menga jami nukleotidlar kerak bo'ladi. Shu uchun 260 ga qo'shib yuborishim kerak 160 ni. 260 ga agar 160 ni qo'shadigan bo'lsam 420. Bu bir zanjir kelib chiqdi. Demak, agar men 420 ni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsam 840. Bu jami nukleotid kelib chiqdi. Endi 840 taga, ya'ni jami nukleotidga men guanin sonini qo'shishim kerak. Guanin y 260 da. 260 ni qo'shadigan bo'lsam, demak javob 1100 ta ekan. 1100 bu A bandning javobi. Endi keyingisi B bandga yechim qiladigan bo'lsak, shu DNKda sintezlangan informatsion DNK tarkibidagi fosfodiefer bog'lar soni qancha? Demak, 420 ta bir zanjirda edi, DNKni undan bitta ekan bo'ladi. RNK xuddi shunaqa sintezlanadi. Demak, buning javobi 419 dan tashkil qiladi. Va 37-savol. O'zi tolasining rangi ikki juft noallel bir-biri bilan birikmagan genlar orqali ifodalanadi. Birinchi juft genning dominant alleli tolaning malla va resessiv alleli esa oq rangda bo'lishini ta'minlaydi. Ikkinchi juft genning dominant alleli yuqoridagi genlar ta'sirini bo'g'ib, tolaning yashil rangda bo'lishiga sabab bo'lar ekan. Demak, shu ma'lumotlardan foydalanib belgilash kiritib olaman. Demak, katta A nima ekan? Katta A bu yerda malla. Demak, kichkina A ga qaraydigan bo'lsak, kichkina A imizni masala shartida oq deb berdi. Ikkinchi juft belgimiz bor. Ikkinchi juft belgimizda katta B. Demak, katta B ingibitor gen ekan, ya'ni bo'g'uvchi ta'sirga ega ingibitor. Ya'ni ingibitor bo'lib, u rangni yashil bo'lib qolishiga sabab bo'lar ekan. Demak, shu holatda kichkina A esa ta'sirsiz ekan. Belgilash kiritib oldik. Endi malla va yashil toloyli g'o'zalar o'zaro chatishtirilganda fenotip 1da 120 ta bir xil yashil fenotipli duragay olindi. Demak, qanaqa organizm chatishtirishimiz kerak? Malla va yashil. Demak, kichkina A, katta A, kichkina A ni chatishtirishimiz kerak bo'lar ekan. Xo'p, kichkina A, katta B, katta B'ga. Demak, bu holatda fenotip 1 organizm hosil bo'ladi, ya'ni katta A, katta B, kichkina B organizm olinadi. Biz endi fenotip 2 avlod haqida ma'lumot beraylik. Fenotip 2 duragaylari 8 ta o'simlik olindi. Fenotip 2 ni topishimiz uchun biz nima qilishimiz kerak? Ya'ni fenotip 1 dagi organizmni, ya'ni katta A, katta B, kichkina B ni xuddi o'ziga o'xshaydigan organizm bilan chatishtirishimiz kerak bo'ladi fenotip 2 ni topishimiz uchun. Biz bilamizki, bu yerda 16 talik organizm olinadi. Va bizda so'radi endi A bandni yechim qilsak bo'ladi. A band haqida nima deyilmoqda? Fenotip 2 da olingan
o'simliklarning nechtasi genotip jihatdan fenotip 1 ga o'xshaydi? Fenotip 1 ga. Biz bilamizki 16 ta organizm olinadi bu yerda. 16 ta organizm olinadi. O'sha 16 ta organizmni biz 800 ta deb oladigan bo'lsak, jami 800 ta bo'layotgan bo'lsa, biz uchun 4 tasi kerak bo'ladi. Ya'ni 4 tasi fenotip jihatdan, ya'ni genotip jihatdan fenotip 1 ga aynan o'xshaydi. Demak, bunga javob 200 deb olsak bo'ladi. Va keyingisi B bandiga yechim qiladigan bo'lsak, fenotip 1 bilan tahliliy chatishtirish o'tkazilganda, ya'ni fenotip 1 bilan tahliliy chatishtirish o'tkazsak, agar katta A, kichkina a, katta B, kichkina b bilan biz tahliliy chatishtirish kichkina a, kichkina a, kichkina b, kichkina b ni chatishtirsakchi, bunday holatda qanaqa organizm olish mumkin? Demak, biz uni mana bunday qilsak bo'ladi. Ya'ni bu organizmdan chiqargan gametlarni yozib qo'yamiz. Ya'ni unda katta A, katta B, katta A, kichkina B, kichkina A, katta B va kichkina A, kichkina B gameti olinadi. Va bu organizmimizga qarayotgan bo'lsak, bu organizmdan olinadigan gametlar quyidagicha bo'ladi. Ya'ni kichkina A, kichkina B holatda bo'ladi. Endi tahlil chatishda qanaqa fenotipik sinflar olinadi? Fenotipik sinf e'tibor beramiz. Demak, bu yerda katta A, katta B, kichkina B. Mana bu joyda katta A, kichkina B, kichkina B. Mana bu joyda kichkina A, katta B, kichkina B. Mana bu joyda kichkina A, kichkina B, kichkina B olinadi ekan. Ya'ni fenotip jihatdan necha xil bo'ldi? Buni belgilab olishimiz kerak. Ya'ni fenotip jihatdan mana bu organizmga e'tibor berayotgan bo'lsak, bu yashil bo'ldi. Mana bu organizmga olinayotgan bo'lsak, demak bu malla olindi. Mana bu organizm ham fenotip jihatdan yashil bo'ldi. Mana bu organizm fenotip jihatdan oq bo'ldi. Demak, necha xil bo'ldi? Bu yerda olinayotgan organizm 3 xil ekan. 3 xil. Navbatdagi savolimiz 38-savol. 38-savolda oqsil molekulasi fragmenti sintezida quyidagi antikodonlarga ega transport RNK molekulalari ishtirok etdi. Demak, biz mana bu joyga e'tibor berishimiz kerak. Bu antikodondan foydalanib, transport RNKdagi antikodonlardan foydalanib, informatsion RNKda qanaqa kodonlar bor ekanligini bilib olishimiz kerak. Ya'ni bu qanday bo'ladi? Ya'ni mana bunga, ya'ni bu o'zgarsa qanday bo'lishi mumkin? Ya'ni bu ga komplementar uracil guanin bunga komplementar bo'layotgan bo'lsa, guanin, adenin, guanin buning komplementari. Mana buning komplementari bo'layotgan bo'lsa-chi, buning komplementari adenin, sitazin, uracil, mana buning komplementari bo'layotgan bo'lsa, guanin va uracil bo'ladi. Mana. Demak, xuddi shu holatni biz ko'chirib olamiz endi. Pastda yozaman alohida. Xo'p, yuqoridagi ma'lumotdan foydalanib endi mana bu yerda yozib olaman. RNK transport RNKda nimalar bor edi? Transport RNK quyidagicha edi. Transport RNK adenin, sitazin edi. Yani transport RNKdagi antikodonda keyin sitazin, uracil, sitazin edi. Mana bu joyda uracil, guanin, adenin holatda edi. Mana bu joyda sitazin, adenin holatda. Endi biz bundan foydalanib RNKda, informatsion RNKda qanaqa nukleotidlar ketma-ketligi bor ekanligini topishimiz mumkin. Ya'ni buning komplementari bo'ladi. Ya'ni bu uracil, guanin, bu yerda guanin, adenin, guanin, bu joydachi
adenin, sitozin, uratsil. Bu joyda guanin va uratsil holatda bo'ladi. Uratsil holatda bo'ladi. Endi biz topib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni A bandda so'rayapti, sintezlangan oqsil molekulasidagi aminokislotlar ketma-ketligini aniqlang. Ikkinchi jadvaldan foydalanib aminokislotlarni raqamlarini yozing degan. Demak, mana bu joyga nima bo'lishi mumkin? Bu yerga triptofan bo'ladi. Guanin, adenin, guanin. Demak, guanin, adenin, guanin. Bu glutamin. Glutamin. Endi adenin, sitozin, uratsil. Adenin, sitozin, uratsilga e'tibor berayotgan bo'lsak, jadvalda bor bu narsa. Ya'ni adenin, sitozin, uratsil, trianin. Trianin ve glitsin. Xo'p, mana topib oldik. Endi bu qaysi raqam? Triptofan qayerda? Triptofan mana 5-raqamda joylashgan. Triptofan 5. Glutamin bu yerda nechinchi raqamda? 7-raqamda. 7. Trianin, demak trianin qaysi raqamda? 9-raqamda. 9 va glitsin bu 6-raqamda joylashgan. 6-raqam, demak biz mana shu ma'lumotlardan foydalanib A bandni yechimini qildik. Ya'ni 5, 7, 9, 6 degan javob bo'lishi kerak. Endi B bandga javob berayotgan bo'lsak, DNKning matritsa zanjiridagi nukleotidlar ketma-ketligini toping degan. DNKning matritsa zanjiri mana bu joyga e'tibor berishimiz kerak. Mana informatsion RNK sintezlangan zanjir matritsa zanjir. Matritsa zanjiri qanaqa bo'lgan? Matritsa zanjiri demak, ya'ni mana bu transport RNK dagi antikodonlar bilan aynan bir xil. Bu mana uratsillar o'zgartirib qo'ysak bo'lar. Ya'ni adenin, guanin, hop, guanin, adenin, guanin, adenin, sitozin, timin ve guanin, adenin holatda bo'lar ekan. Xo'p, navbatdagi savolga o'tamiz. 39-savol. Pomidor mevasining qizil rangi va yumaloq shakli sariq rangi va noksimon shakliga nisbatan dominantlik qiladi. Bu genlar bitta xromosomada joylashgan bo'lib, birikkan holda rissillanadi. Men belgilashga kiritib olishimiz kerak ekan birinchi navbatda. Birinchi qiladigan ishimiz demak katta A. Demak bu qizil ekan. Kichkina A demak sariq ekan. İkinci juft belgesi kiritib olamiz. Katta B demak yumaloq ekan. Kichkina B esa noksimon shaklni hosil qilar ekan. Belgilash kiritib oldik. Qizil rangli yumaloq mevali gomozigota o'simlik sariq rang va noksimon mevali o'simlik bilan chatishtirildi. Birinchi avlodda olingan o'simliklar bilan tahliliy chatishtirish o'tkazildi. Krassingaver 10% ni tashkil etgan. Demak, chatishtirilgan organizmlarni yozib olishimiz kerak ekan. Ya'ni katta A, katta B, ya'ni qizil
ya'ni yumaloq, katta, katta B. Bu organizm xuddi mana bu organizm bilan chatishtirilgan. Ya'ni kichkina a, kichkina b, ikkinchi tarafda ham kichkina a, kichkina b. Bu organizm bilan chatishtirilganda demak biz bilamizki, fenotip bir avlod qanaqa bo'ladi? Fenotip bir avlodimiz, ya'ni digitrozigota genotipga ega bo'lar edi. Ya'ni katta A, katta B, kichkina A, kichkina B holatda bo'ladi fenotip bir organizm. Demak, bizga aytilgan fenotip 1dagi organizm tahliliy chatishtirilgan. Demak, bu organizm biz tahliliy chatishtiramiz. Tahliliy chatishtirish qanday bo'ladi? Tahliliy chatishtirish bu har doim retsessiv kichkina a, kichkina a, kichkina b, kichkina b. Retsessiv belgili organizm bilan chatishtirish bu tahliliy chatishtirish hisoblanadi. Endi tahliliy chatishtirilganda Krassingever bor. Bu yerda Krassingever uchraydi. Har doim heterozigota genotipli organizmlar Krassingeverga uchraydi. Demak, mana bu organizmni biz Krassingeverga uchratishimiz kerak ekan. Ya'ni katta A, kichkina A, kichkina B, katta B. Bu qanaqa forma? Bu Krassingever forma. Endi gameta olamiz. Xo'p, bu organizmning gametlarini olmoqdaman hozir. Mana bu joyda. Demak, katta A, katta B, kichkina A, kichkina B. Endi Krassingever gametasi katta A, kichkina B va kichkina A, katta B. Ya'ni mana shu joyda ajratib qo'yishim kerak. Bu Krassingever organizmning gametasi. Endi bu tarafda nima bo'ladi? Bu tarafda ikkinchi organizm gametasi katta A, kichkina B. Va endi bu organizm bilan chatishtirganimizda qanaqa organizm hosil bo'ladi bu yerda? Hosil bo'lgan organizm quyidagicha. Demak, katta A, katta B, kichkina A, kichkina B ga ega organizm hosil bo'ladi va mana bitta yana bitta katta A, katta B va yo'q, adashibman. Bu yerda kichkina A, kichkina B, kichkina A, kichkina B organizm. Bu yerda-chi? Demak, bu yerda katta A, kichkina B, kichkina A, kichkina B va kichkina A, katta B, kichkina A, kichkina B genotip organizm olinadi. Va bu yerda Krassingever bo'lganligi uchun Krassingever bizda 10% Krassingever bor. Demak, mana bu organizmimiz 5%, bu organizmimiz ham 5% bo'ladi. Demak, mana bu organizmimiz 45%, chunki notlar sayyorada 90% bo'ladi. Mana bu organizmimiz ham 45% ni tashkil etar ekan. Va biz shu holatda A bandga yechib kirishimiz mumkin bo'ladi. Endi A bandda nima so'ralgan? A bandda avlodlar necha foiz digitrozigotali organizm. Digitrozigotali organizm bitta, mana bu organizm. Ya'ni bitta mana shu organizmimiz, demak, digitrozigota genotipga ega bo'lgan organizm hisoblanib ekan. Ya'ni bu 45% ni tashkil etadi. Endi B bandga yechim qiladigan bo'lsak,
Avloddan necha foizi qizil rangli o'simliklar tashkil etadi? Qizil bo'lish uchun katta A bo'lishi kerak. Bu ikkita, ya'ni 50% bo'lyapti qizil ranglarimiz. Qirqinchi savol. Sxemada ifoda etilgan shajarani tahlil qiling. Mazkur avlodda gen kasalliklarning irsilanish haqidagi savollarga javob bering. A. Kasallik qaysi tipda irsillangan? Kasallik qaysi tipda irsillanganligiga mana bu yerga e'tibor beramiz. Ya'ni mana shu joyga e'tibor bering. Demak, ota ham sog'lom, ona ham sog'lom. Sog'lom farzandlar tug'ilyapti. Lekin mana bu yerda ota kasal. Mana bu yerda tug'ilgan farzand ham kasal holatda. Lekin mana bu yerda bitta ota-ona kasal. Ota kasal. Mana bu yerda kasal farzand tug'ilyapti. Demak, bu kasallikning irsilanishi biz aniq bilishimiz kerakki, retsessiv. Retsessiv bu albatta X xromosomi birikkan. X xromosomi birikkan retsessiv ekan irsilanish avvalgi. Ba'zida proband sog'lom qizga uylansa, farzandlarning sog'lom bo'lib tug'ilish ehtimolini aniqlaydi. Buni chatishtirib qo'yamiz. Masalan, proband bu shajarasi o'rganilayotgan shaxs. E'tibor beraylik, uni sog'lom qilib ko'raylik. Ya'ni X kichkina a, Y bu proband shajarasi o'rganilgan shaxs. Sog'lom qizga uylantirib ko'ramiz. Ya'ni sog'lom qiz qanaqa bo'lishi mumkin? Sog'lom qiz X katta A, X katta A holatda bo'lishi mumkin. Mana shu holatda bo'lishi mumkin sog'lom qiz. Bunda qanaqa farzand tug'iladi? Bu yerda 100% sog'lom bo'ladi. Endi ayolning genotipi yana boshqacha ham bo'lishi mumkin-da. X kichkina a, Y bu proband. Proband yana chatishtiryapmiz. Sog'lom qiz bilan X katta A, X kichkina a. Bu holatda ham sog'lom, lekin faqat tashuvchi bo'ladi, lekin sog'lom. Agar bunaqa bo'layotgan bo'lsa, sog'lom farzandlarning tug'ilish ehtimoli mana bu holatda 50% sog'. Xo'p, navbatdagi savolga o'tamiz. 41-savol. Berilgan har bir A va B topshiriqlarning javoblar varaqasiga ko'chiring. Xo'p, buni yechim qilishimiz kerak. Birinchi navbatda o'simlik massasini kilogrammga aylantirib olamiz. Ya'ni 25 ni ko'paytirsam agar 1000 ga necha kilogramm ekanligi kelib chiqadi. Demak, bu yerda jami kilogramm 25 1000 kilogramm ekan. Endi shu 25000 kilogramning 20% hasharotga ketdi. Yani hasharotga ketgani bu 20% ekan. Xo'p, 20% qancha bo'ladi? Demak, ketayotgan agar 25000 ni 20% ni hisoblayotgan bo'lsak, bu 5000 bo'ladi. Va 10% qoidasi bo'yicha, 10% qoidasi bo'yicha qarayotgan bo'lsak, bu hasharotning massasi 500 kilogrammga ortadi. Va endi qolgani 25 kilogramm 80% quyonga ketgan. 80% qancha bo'ladi? 80% demak 2000 kilogramm bo'ladi va 2000 kilogramm 2000 deb mana bu yerda 20000 kilogramm 20000 kilogrammning 20000 kilogramm agar quyon iste'mol qilayotgan bo'lsa, demak quyonning massasi 2000 kilogrammga ortgan. Endi
500 kilogramlik hasharot. 500 kilogramlik hasharotning 100% barchasini, ya'ni 500 kilogramning barchasini tulki yedi. Tulki demak 10% qoidasi bo'yicha 500 kilogramm yegan bo'lsa, u 50 kilogrammga tana massasi ortgan. Va quyonga e'tibor berayotgan bo'lsak, quyon ozuqasining 30%ni tulki iste'mol qilmoqda. Tulki iste'mol qilmoqda. Demak, shuni hisoblashimiz mumkin. Ya'ni 2000 ni 30% qancha bo'ladi? Bu 600 kilogramm bo'ladi. Va uning massasi 60 kilogrammga ortgan. Va yana bu yerda qo'shimcha quyon ozuqasining 70%ni bo'ri iste'mol qilgan. 70% qancha bo'ladi? 70% 1400 kilogramm. Va uning og'irligi 140 kilogrammga ortgan. Demak, bu tulki, bu bo'ri. Avant. Bo'rilar biomassasi qancha kilogrammga ortgan? 140 kilogrammga. Bo'rilarning biomassasi 140 kilogrammga ortdi. Va band. Tulklar populyatsiyasida individlar sonini aniqlang. Tulklar populyatsiyasidagi individlar sonini qanday hisoblaymiz? Mana bu joyga e'tibor beramiz. O'zi jami qancha bo'ldi tulklar? Shuni biz bilib olishimiz kerak. Jami tulklar demak 110 kilogramm ekan. Va bitta tulkining vazni 10 kilogramm. 110 ni bo'lamiz 10 ga. Demak bu 11 kilogramm, 140 kilogramm. Xo'p, mana javobni ham yechim qilib bo'ldik. Navbatdagi savol 42-chi savol. 42-savolda uchta denka bo'lagi haqida quyidagi ma'lumotlar ma'lum. X, Y, Z denkada vodorod bog'lari nisbati berilgan. Quyidagicha. Y denkadagi guaninlar soni 200 ta, X denkadagi adenin nukleotlar soni 250 ta, Z denkadagi fosfodifer bog'lar soni 1198 ta. Mana shu joydan boshlaymiz ishni. Demak, Z denki haqida gap ketmoqda bu yerda. 1198 ga agar biz qo'shadigan bo'lsak, ikkini 1200 ta Z denkada nukleotlar bor ekan. Endi barcha denkadagi jami nukleotlar 2700 ta. Ikkita Y, bitta Z ga teng. Demak, bitta Z'imiz 1 Y, ikkita Y'imiz demak 1200 ta bo'ladi. Bitta Y'imiz teng, demak 600 ta bo'ladi. Jami bizda 2700 ta nukleot bor edi. 2700 nukleot bor. 2700 dan jami 2700 ta nukleotda Y denka bilan Z denka aniq 1800 denkalasi. 1800 2700 tadan agar biz 1800 tani ayirib yuborsak, ko'p pista qolyapti. Demak, X denka teng 900 ta. Z denka 1200 ta.
Y tengga 1600 ta, X tengga 900 ta. Ikkinchi ish qanday bo'ladi? Xo'p, bizda savolda so'rayapti: A. X tengadagi sitozin nukleotlar sonini toping. Albatta yechim qilaman. X tengada 900 ta nukleot bor edi. Va X tengada 250 ta adenin bor. 250 ta adenin bo'lsa 250 timin. Ayiraman. 250 ta adenin plus 250 ta timin. 400 qoladi. Demak, 400 taning ikkizta sitozin, guanin 200 ta. Va B-band yechim qilayotgan bo'lsak, Z tengadagi vodorod bog'lar sonini toping. Z tenga. Xo'p, Z tenga haqida bizda nima ma'lum? Z tengadagi jami nukleotlar bor 1200 ta ekanligi. Va Z tengadagi vodorod bog'lar sonini topamiz. Z tengadagi vodorod bog'lar sonini topishimiz uchun bizga mana bu X, Y, Z tenga bo'laklaridagi vodorod bog'larning nisbati o'zaro berilgan. Biz hozir mana shu joyda Y tenganing vodorod bog'larini topishimiz mumkin. Chunki bizga o'sha ma'lum. Y tenga. Y tengada jami 900 ta nukleotid bor. Mana. Va Y tengada 200 ta guanin bor. Demak, Y tengada 1100 ta vodorod bog' bor. Y tenga 1 nisbat edi. Demak, 1000 nisbatdan topsak bo'ladi Z tenga 1100 ta bu 1 nisbat bo'layotgan bo'lsa Z tengamiz 1/175 nisbat. Agar 1100 imiz 1 nisbat bo'layotgan bo'lsa 1/175 imiz bu Z dengiga taalluqli bo'ladi. Uzr, men bitta joyda xato ketib qoldi. Mana bu Y Y tengkeydi. Hozir bekor o'chirdim buni. Bu Y tengkeydi. Y tengani nisbati Y tengga emas, X tengkeydi bu. Bu X denka haqida edi ma'lumot. X denka bilan X tengi shu 1/375 edi. X tengamizda 1100 ta nukleot bo'layotgan bo'lsa, bu nisbati 1/3 mana 3 mana 1/375 edi. Bizga bir nisbat kerak endi mana shu holatda. Demak, 1000 Z tengamiz 1/175 nisbatda edi. Mana endi topsak bo'ladi. Bir 1400 ta ekan Z tengada. Va keyingi savol 43-savol. Qulupnay mevasining rangi va glukozcha bargining shakli birikkan holda irsilanuvchi belgilar bo'lib, heterozigotalarda meva rangi pushti glukozchasining shakli oraliq shakliga ega. Pushti rangli glukozcha bargi normal qulupnay navi bilan oq rangli glukozcha bargi oraliq shakliga ega bo'lgan nav
o'zaro chatishtirildi va fenotip 1 da 4500 o'simlik olindi. Demak, birinchi navbatda biz belgilash kiritib borishimiz kerak ekan, ya'ni belgilar uchun. Oraliq irsilanish bor bu yerda, shuning uchun biz katta A ni qizil deb olsak, kichkina A ni esa oq deb olamiz. Oq. Demak, bu ikkalasi katta A kichkina A bo'layotgan bo'lsa va ma'lumotda aytilgandek meva rangi pushti bo'lib qolar ekan. Katta B demak normal, kichkina B esa katta ekan. Bunda ham oraliq irsilanish bor, demak bu ham oraliq irsilangan holatda, ya'ni katta B kichkina B holatda oraliq shaklga o'tib qolar ekan. Oraliq. Va bizda birikkan holda irsilandi deyildi bu masala shartida. Birikkan shaklda irsilanayotgan bo'lsa, demak biz tayoqchalarga qo'yib olishimiz kerak. Ya'ni chatishtirilgan organizm katta A, katta B, kichkina A, katta B. Xo'p, chunki aytibdiki, pushti rangli glukozchasi normal qulupnay bilan pushti glukozchasi normal qulupnay bilan glukozasiz oraliq shaklga ega bo'lgan nav o'zaro chatishtirildi. Ikkinchi organizm esa uzilish bo'ldi alohida. Ikkinchi organizm genotipi esa kichkina A, katta B, kichkina A, kichkina B. Kichkina B holat ekan. Demak, bu ikkalasidan qanaqa avlod olinishi mumkin? Bu ikkalasidan olinayotgan avlodlar. Demak, katta A, katta B, kichkina A, katta B. Katta A, katta B, kichkina A, kichkina B. Kichkina A, katta B, kichkina A, katta B, kichkina A, katta B va kichkina A, kichkina B. Genotip organizmlar olindi. Endi A'da avlodda nechtasi oraliq belgiga ega? Oraliq belgi bo'lish uchun mana biz katta B, kichkina B bor. Demak, bu oraliq belgiga ega va oraliq belgiga ega bo'layotgani mana bu ham oraliq belgiga ega. Chunki bunda A oraliq. Bunda ham A ham B ham oraliq, bunda faqat B oraliq. Shunday hisoblaymiz. Demak, jami avlod 4500 ta edi. Demak, jami avlod nechta bizda? Agar 4 tamiz 4500 ta bo'ladigan bo'lsa, 3 tamiz qancha bo'ladi? Demak, bu 3375 ekan. Babant. Avlodlarning nechtasi ota-ona o'simligida belgilar mavjud. Nechtasida ota-onalarga belgilar mavjud bo'layotgan bo'lsa, demak, ikkitasida. Mana katta B mana bunda bor. Bunda ham bor. Yo'q. Ikkitasida ekan, ha. 4 tamiz 4500 bo'lsa, 2 tamiz qancha? 2250 ta.
44 savol. Kalta kesakda tangachalarning tekis taqsimlanishi va tanasining kulrang bo'lishi tangachalarning notekis va tanasining yashil bo'lishi nisbatan dominantlik qiladi va bu belgilar faqat jinsiy X xromosomaga birikar ekan. Belgilarni kiritib olamiz. Demak, birinchisi katta A tekis, kichkina a notekis, katta B kulrang, kichkina b esa yashil ekan. Ular X xromosomiga birikadi barchasi. Tangachalari tekis taqsimlangan yashil urg'ochi organizm. Tangachalari tekis taqsimlangan yashil urg'ochi organizm. Biz e'tibor berishimiz kerak, sudraluvchilarning urg'ochilari heterogametali bo'ladi. Demak, ya'ni urg'ochisini yozyapman. Tangachalari demak tekis taqsimlangan X katta A yashil urg'ochi. Yashil. Bu urg'ochi chatishtirilyapti erkak organizm bilan. Erkak organizm dominant belgilar faqat otasidan yoki onasidan olgan. Farqi yo'q ekan, yo otadan yo onadan. Demak, katta A, katta B, X, kichkina a, kichkina b. Agar dominantdan otadan yoki onadan olgan bo'lsa, resessivlarni yo otadan yo onadan olgan bo'ladi. Xo'p, yaxshi. Demak, endi gametlar olamiz. X katta A, katta B. Yo, birinchi bu yerda Krasinger 8% degan ma'lumot bor. Krasingerga bu yerda hozir urg'ochi emas, erkak uchraydi Krasingerga. Biz erkagini yozib olaylik mana. X katta A, katta B. X kichkina a, kichkina b. Krasinger holatda X katta A, kichkina b, X kichkina a, katta b. Endi urg'ochi organizm yozib olamiz. Urg'ochi organizm qanaqa bo'ladi? Urg'ochi X katta A, katta B va Y bo'ladi. Bizdan nima so'ralgan? Naslning necha foizi? Xo'p, naslning necha foizi deyiladiki, kulrang tangachalar tekis taqsimlangan bo'ladi. Naslning necha foizi qanaqa bo'lishini bilib olishdan avval biz Krasinger va nokrasinger ajratib olishimiz kerak. Mana bu Krasinger organizm, bu yerda nokrasinger organizmdan tug'iladi. Xo'p, qanaqa organizm olib bu yerda? Demak, X katta A, katta B va X katta A, katta B. Bu yerda X katta A, katta B, X kichkina a, kichkina b. Bu yerda X katta A, katta B, Y. Bu yerda X kichkina a, kichkina b, Y organizm. Xo'p, mana bu joyda X katta A, kichkina b, yo katta B, X katta A, kichkina b, X katta A, katta B, X kichkina a, katta b. Bu yerda X katta A, kichkina b, Y. Bu yerda X kichkina a, katta b, Y. Ya'ni bular 8% bo'lsa, har biri 2%dan. Bular shunday, har bittasi 23%dan bo'ladi. Biz buni yozib o'tirishimiz 23%dan bo'ladi. Har bittasi 23%. Ama nasıllar necha foizi? Kulrang
tangensial teks taqsimlangan bo'ladi. Endi kurang bo'lsa, tangensial teks taqsimlangan qanaqa bo'lishi kerak bu mana bunaqa. Kurang bo'lish uchun tangensial teks katta A va katta B bo'lishi kerak. Demak, kurang tangensiyasi teks taqsimlangan bo'ladi. Demak, mana bu olamiz 23%, buni olamiz 23%. Mana bu joyni uzr, xato. Yo'q, bu to'g'ri. Mana urg'ochi. Mana bu joyi kichkina bir bo'lishi kerak edi. Mana shu joy xato ketibdi, uzr. Ming bora. Endi buni o'chirishim kerak bo'ladi. Mana shunaqa bo'layotgan bo'lsa, endi bizda A-bandda mana bunaqa algoritm so'rayapti. U mana bu yerda olmaydi. Mana x katta biz kelishi, mana 23%. Mana shu yerda bitta bor va mana bu yerda ham bor. 23%. Ya'ni katta bir keladi boshda. Va mana bu joyda bitta 2% bor. Shunda 46% nokrossaverlardan va crossingerlardan 2%, demak jami yig'indi 48% bo'ladi. Va B-band olingan avlodda tangachalar teks taqsimlangan yashil urg'ochi organizmlar necha foizni tashkil qiladi? Tangachalar teks taqsimlangan yashil urg'ochi organizm necha foiz? Tangachalari tekis yashil urg'ochi. Mana buni olamiz va buni olamiz. Bu demak 25% ekan. Yani buna qarshimiz kerak. X katta A katta B Y ne qarshimiz kerak? Bu 23% bo'lsa va 45-savol Makka jo'xorida. Xo'p. Makka jo'xorida A, B, D genlar bitta xromosom joylashgan bo'lib, to'liq birikmagan holda yashiriladi. Trigeterozigot organizm tahliliy chatkishilganda quyidagicha natija olindi. Demak, biz bularning ichida mana bu organizm crossover bo'ladi, eng soni ko'p. Bu ham crossover. Crossover organizm. Demak, crossover organizmlar eng soni ko'plari bo'ladi. Men ularni yozib olaman aytga. Qanaqa genotipi? Katta A, katta B, katta B 3200 ta gametalik va mana bu kichkina A, kichkina B, kichkina D. Crossover. Endi ularning ichida eng soni kamlari bu
qo'sh krassaver 99 ga bu 101. Qo'sh krassaverlar. Endi qo'sh krassaver organizmni genotur magnitda yozib olaman. Ya'ni katta A, kichkina B, katta D, kichkina A, katta B va kichkina D ekan. E'tibor beramiz. Bu ikkalasi nokrassaver. Demak, mana bu nokrassaver organizm, bu qo'sh krassaver organizm. Nima farqi bor? A bir xil. Katta, kichkina, to'g'ri. Katta B, kichkina B, kichkina B, katta B. Ha, birda farqlaman. Kattada kichkina B, kattada kichkina B. Demak, bu yerda o'sha B gen sababchi ekan Krassingerga. B genda farq qiladi mana shu joyda ikkalasi ham. Demak, B gen o'rtada turganligini aniqlab oldik. Endi navbatdagi qiladigan ishimiz katta A, katta B, katta D ekan. Bu tagida demak kichkina A, kichkina B, kichkina D bor. Bizda so'ralgan narsa A bandi. A va B genlar orasidagi yakka krassaver bilan A va D genlar orasidagi masofani aniqlang deyapti. Nima qilishimiz kerak ekan? Demak, A va B gen orasida masofani topishimiz uchun mana bunga e'tibor beramiz. Katta A kichkina B si borda topib olishimiz kerak. Katta A kichkina B si bor tarkibida qaysi? Demak, 920 ta. Endi yakka krassaver. Endi kichkina A katta B si borni topib olishimiz kerak 880. Kichkina A katta B tarkibida 880. Bu ikkalasini qo'shaman. 920 ga 880 ni qo'shadigan bo'lsak, bu 1800 ekan. 1800. Bizda jami 10 ming organizm bor. Hammasini qo'shib chiqadigan bo'lsak 10 ming ta. Agar 10 ming ta organizmimiz bu yerda 100% bo'lsa, 1800 organizmimiz qancha? Albatta 18% ni tashkil qiladi. A va B gen orasida yakka krassaver topib, A va D gen orasidagi masofani topamiz. A va D gen orasidagi masofa qanaqa bo'ladi? A va D gen orasida masofani topib olish uchun biz, ya'ni Adan Dgacha bo'lgan masofada nokrassaver bo'lmaydi. Shu uchun 10 ming tadan ayirib yuboraman nokrassaverlarni. Ya'ni 6250 ni. Qancha qoladi? Bu qoladigan 3750 qolar ekan. Yana proporsiya qilib qo'yaman endi. Hop. 10 ming organizmimiz 100% bo'ladigan bo'lsa, 3750 tamiz qancha bo'ladi? 37,5%. Avvatning javobi qanday bo'ladi? Demak, endi qiladigan ishimiz farqni topishimiz kerak. 37,5 dan ayirishimiz kerak 18 ni. Bu 19 yarim bo'lar ekan. Yo'q. Mana bu bunday hisoblaymiz endi. $3750 topgandik-a, mana shu joyda bitta ishimiz qolib ketdi. 3750 ga yana bir marta qo'sh krassingerlarni qo'shib yuborishimiz kerak.
Qo'shik rasmga qancha edi bizda? Qo'shik rasmga 99 ga 101. 99 plus 101 ni yana qo'shik rasmga algazim yana bir qo'shib olishim kerak. 3750 3954 bo'lar ekan yig'imiz. 3954%. Mana endi proporsiya qilsam bo'ladi. 10.000 ta organizmimiz agar 100% bo'ladigan bo'lsa, 3954 tamiz necha foiz? Yoki 39,5% ichigan bo'ladi. %39,5%. Endi A band 39,5 dan ayirishimiz kerak 18% ni. Teng bu 21,5. Ikkinchi javob. B band. B bandda nima so'ralgan? B bandda so'ralgan narsa olingan organizmlar orasida ota-ona genotipiga o'xshamaydiganlar necha foiz? Ya'ni ota-onaga o'xshamaydiganlar necha foiz? Ya'ni mana shu 3750 ta bo'ladi. Ya'ni yana qaytarib qo'yaman. 10.000 ta jami organizm olingan edi. Shu 10.000 ta organizm ichidan men non-crossover organizmni ayirib yuboraman. 6250 ta. Demak bu 3750 ta. Bular yakka crossover yoki qo'sh crossover yig'indisi. Endi hisob qo'yaman. 10.000 ta organizm agar 100% bo'ladigan bo'lsa, 3750 ga necha foiz? Bu 37,5%. Demak, B bandimiz 37,5% ni tashkil etadi.